Polychaeta neris yirtqich chuvalchanglar turiga mansub bo'lib, o'lik organik moddalar bilan oziqlanishi yoki filtrlab oziqlanishi mumkin. Ular Shimoliy Atlantika okeanining shimoliy-g'arbiy qismidagi estuariylarda, shuningdek O'rta Yer dengizi, Qora dengiz va Kaspiy dengizida uchraydi. Ular turli ranglarda bo'lib, tana bo'ylab ikkita qoramtir chiziqqa ega. Bu yerda polychaetlarning bir necha turini ko'rishimiz mumkin. Ammo ushbu tadqiqotda olimlar aynan nereis turiga qiziqish bildirishgan. Nereis estuariylarning cho'kindi qatlamiga ta'sir ko'rsatadi, chunki ular cho'kindi ichini kovlab, uni bezovta qiladi. Bu jarayon bioturbatsiya deb ataladi va estuariylar ekotizm uchun juda muhimdir. Estuariy bu daryo okeanga quyiladigan joy bo'lib, u yerda chuchuk suv va sho'r suv aralashadi. Bu ekotizmlar juda nozik, ammo muvozanatda bo'lsa, nihoyatda sermahsul bo'ladi. Tadqiqotning maqsadi nereis chuvalchanglar zichligining 4 ta turli estuariydagi bentik oqimini ta'sirini o'rganish edi. Bentik oqim bu suv havzasining tub qismida, ya'ni bentik zona, cho'kindi va suv o'rtasida zarrachalarning harakatlanish tezligidir. Tadqiqotchilar Italiya, Shvetsiya, Portugaliya va Angliyadagi estuariylarda cho'kindi yadrolarini olishdi. Har bir estuariyda cho'kindi namunalari va o'sha hududga xos nereis turini yig'ib olindi. Chuvalchanglar o'z tabiiy yashash joylaridagi miqdorga mos holda yadrolar qo'shildi. Bu esa yuqori va juda yuqori zichlikni hosil qildi. Nazorat namunalari esa chuvalchanglar qo'shilmadi. Chuvalchanglar qo'shilgandan so'ng cho'kindi yadrolari bir kecha davomida suvda qoldirildi. Shundan keyin tadqiqotchilar cho'kindi va suv o'rtasida kislorod, ammoniy, nitratlar va fosfor kabi moddalarning oqim tezligini, shuningdek denitrifikatsiya tezligini o'lchashdi. Denitrifikatsiya bu azot aylanishining bir bosqichi bo'lib, unda nitratlar qaytarilishi jarayoni orqali azot gaziga aylantiriladi va atmosferaga chiqariladi. Umuman olganda, nereis chuvalchanglari mavjud bo'lgan cho'kindi yadrolarida kislorod, ammoniy va nitratlarning cho'kindi va suv ustida o'rtasidagi almashinuvi tezlashadi. Chuvalchanglar bo'lganda cho'kindida suvga ko'proq kislorod va ammoniy ajralib chiqdi. Shuningdek, nereis yashagan tuproq tomonidan nitratlarning ko'proq yutilishi kuzatildi. Nereis qo'shilishi denitrifikatsiya tezligini ham oshirdi, ya'ni nitratlarning azot gaziga aylanishi ko'proq sodir bo'ldi. Nereis chuvalchanglarining fosfor oqimiga ta'siri estuariy joylashuviga qarab farq qildi. Italiya, Portugaliya va Angliya estuariylaridan olingan yadroda nereis qo'shilishi fosfor oqimiga sezilarli ta'sir ko'rsatdi. Ammo Shveysariya estuariylarida fosfor oqimiga deyarli ta'sir ko'rsatmadi. Italiya estuariyda fosforning cho'kindidan suvga o'tish tezligi yuqori bo'ldi. Portugaliya estuariyda nereis bo'lmagan yadrolarda fosfor suvdan cho'kindiga o'tdi. Ammo nereis qo'shilganda fosfor yo'nalishi o'zgarib cho'kindidan suvga o'ta boshladi. Angliya estuariyda esa nereis bo'lmagan yadrolar fosforni cho'kindidan chiqarib yubordi. Nereis bo'lgan yadrolar esa fosforni cho'kindiga yutgan. Umuman olganda, nereis chuvalchanglari estuariy muhitida oziqa moddalarining oqimiga katta ta'sir ko'rsatadi, chunki ular estuariy tubida tunnel qazib, cho'kindini bezovta qiladi. Biroq ularning ta'siri yashash muhitiga qarab turlicha bo'ladi. Polychaeta nereis cho'kindi ekologiyasi va uning sog'lomligi uchun juda muhim hisoblanadi. Suvda erigan kislorod suv muhitida yashovchi turli organizmlar uchun hayotiy ahamiyatga ega. Agar suv muhitida kislorod yetishmovchiligi yuzaga kelsa, masalan, ortiqcha o'g'itlar sababli suv o'tlari ko'payib ketib hosil bo'ladigan o'lik zonalarda va u yerlarda yashovchi hayvonlar nobud bo'ladi va qulayroq joyga ko'chib ketadi. Nereis yashaydigan tabiiy muhit bentik zonada kislorod darajasi tabiiy ravishda pastroq bo'ladi.